Pakiston. Odamlar bor. Urgan joyni qarang. Rossiyaning Tambov va Moskva viloyatlaridagi Wildberries logistika markazlariga dronlar hujum qilishi oqibatida 7 kishi halok bo'ldi. 40 dan ortiq odam jarohatlandi. Bu haqida Rossiya Meduza xabar berdi. 18-iyulga o'tar kechasi dronlar Tambov viloyatining Kotovsk shahridagi Wildberries logistika markaziga kelib tushgan. Viloyat rahbarining ma'lum qilishicha, hujum oqibatida tungi smenada ishlayotgan 7 nafar xodim halok bo'lgan va 24 kishi jarohatlangan. Ombor hududida katta yong'in chiqqan. Ochiq alanga bartaraf etilgan. Voqea joyida qutqaruvchilar va tezkor xizmatlar ishlamoqda, deydi u. Wildberries matbuot xizmati shu kecha kompaniyaning Kotovskdagi hamda Moskva viloyatining Elektrostal shahridagi logistika markazlariga ham dronlar hujum qilganini tasdiqlagan. Moskva viloyati gubernatorining ma'lum qilishicha, Elektrostaldagi omborxona hududiga dron tushishi oqibatida 24 kishi jarohatlangan. Ularning ayrimlari og'ir ahvolda. Shuningdek, dronlar hujumi paytida Noginsk shahridagi neft bazasida ham yong'in chiqqan. U yerda 2 kishi jarohatlangan. Xavfsizlik maqsadida yaqin atrofdagi tug'ruqxona bemorlari boshqa joyga ko'chirilgan. Shu tariqa Moskva viloyatidagi hujumlar oqibatida jami 26 kishi jabrlangan. Bundan tashqari, Vladimir shahrida dron ko'p qavatli uydagi xonadonlardan biriga tushib, yong'in keltirib chiqargan. Vladimir viloyati gubernatorining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, ushbu hodisada jabrlanganlar yo'q. Rossiya hujumlarni Ukraina dronlari amalga oshirganini bildirmoqda. Ukraina tomoni esa hozircha voqealarga munosabat bildirmagan va hujumlar uchun mas'uliyatni rasman o'z zimmasiga olmagan.